Dildora hip organik va hip organik kambiotik smeslarining farqi nimada o'zi? Diyorbek, ota bo'lganingizda asqotadi, diqqat bilan eshiting, men hozir tushuntirib beraman. Hip organik sut asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, Yevropa organik standartlariga muvofiq ishlab chiqariladi. Tarkibida sun'iy rang beruvchilar, konservantlar va GMO mahsulotlar yo'q. Bu smes bolajonlarning kundalik ovqatlanishi uchun mos keladi. Hip organik kambiotik esa yana ham boy tarkibga ega. Unda probiotik va prebiotik tolalar mavjud bo'lib, ular bolaning ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlashga va ovqat hazm qilish tizimining normal bo'lishiga yordam beradi. Oddiy qilib aytganda, hip organik klassik organik smes hisoblanadi. Hip organik kambiotik esa nafaqat organik smes, balki bolani ovqat hazmini qo'llab-quvvatlovchi vitaminlar bilan boyitilgan. Xo'sh, sizni ham shu savol qiziqtirganmidi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bolajoningiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni Pepitodan xarid qiling.